Bu masjid mana quyoshda turibdi. Shu yerda ikkita masjid bor deyishyapti. Bittasi Ali ibn Yusuf masjidi, eng qadimiy 1070-yilda qurilgan. Ikkinchisi mana Jamiyal Kutubiy nima deydi? Kitoblar masjidi. Kutub degani kitoblar degani arab tilida. Kitoblar masjidi bu 100 yil o'tib 1199-yilda qurilgan. Balandligini 60 metr deyapti. Bittasi 210 metr degan, lekin 210 ga o'xshamayapti. Plus Winston Churchill ham shu yerda kebrasini tushgan. Bu masjidda mana bu yerda tagida saroyga kiradigan joy bor ekan. Betlar buzilgan shekilli, bilishimcha. Odamlar uchun yopiq ekan. Nimadir yozgan? To'sib qo'yishgan matda ham turibdi. Bitta tushuntiribdi o'sha tilda, mana shu hozir ko'rgan narsalarimizni. Bu Ali ingliz tilida o'qimasa o'qib olasizlar. Ali eshigining toshlari deyapti. Ya bu tosh deb orqasini aytyapti. Bu Ali darvozasini eshigini toshi. Bu yerda asosiysi Ali masjidi emas, Kutubiya masjidi. Hozir kiramiz. Hadi. Bu UNESCO ro'yxatga kiritilgan joylar. Bu yerda yozib qo'ygan. Birinchi Kutubiya masjidi va ikkinchi Kutubiya masjidi 1147-yil qurilgan bo'lsa, 1158-yil qurilgan. Abd Ali Mumin. Bitta Ali Yusuf deyishyapti. Ali Yusuf qurgan bo'lsa, mana farqi nimada? 6 gradusga burgan. Sal xato qaragan mehrobi deyilyapti-da. O'shaning uchun 6 gradusga burib qurishgan. Lekin yangi masjidni yangi hokimlar qurgan bo'lsa ham ismi eskiligicha qolgan. Xalqqa o'zgartira olmagan. Pastdan sekin qarab kelsak, hozircha shu ko'rinyapti. Bitta Marat 14-may, 14-19-may kitob ko'rgazmasi deb yozib qo'yishibdi. Turistlar, mana bular rasmga olsa jahli chiqadi, pul to'laydi. Shuni ustida qaraysiz, 3 ta joy turibdi, 3 ta ana turibdi, domaloq. Bittasi aytyapti islom, xristianlik va yahudiylikni ramzi deydi. Yana boshqasi 3 ta dinastiyani aytadi. Mayli, xohlagancha ism berasiz. Kitob yarmarkasi qahramonasi deb kirmoqchi edim, maktabda kitob chiqdi. Shuni yoshligimizda o'qiganmiz. Ingliz tilini o'rganish uchun. Biz ko'rgan minorani shaklini berishdi bu yerda. Bu ichki ko'rinishi, bu janubiy sharqiy, shimoliy sharqiy, janubiy shimoliy g'arbiy qismi. Mana xalas bu yerda aytayaptiki, bu yerda birinchi o'qiyman degan qo'zi. Minorani haqida ingliz tilida yozilgan. Bu yerda aytayaptiki, minoraning balandligi 77 metr. 3 qismdan iborat. Eng baland qismi, eng asosiy qismi 56, keyin 16, 7,5 metr. Shu yerdan shu yergacha 56, 16, keyin 7,5 metr. 3 qismdan iborat. Ichki ko'rinishi juda ko'p joylari bor ekanda. Endi aytayapti, 3 ta xalifalik bo'lgan ekan bu yerda. Bular o'zlari xalifalik bo'lgan. Doim Marokash mustaqil bo'lib yurganda o'shanga moslab qilingan. Bunisini eng kattasi 2 metr ekan, diametri. Shu uchun 3 ta qo'yishgan deyishyapti. Shunaqa. Xo'sh, endi bir kirib ko'ramiz ichkariga. Yetib qilib suvenir ol deyishadi. Suvenir yo'qda, kitob, Qur'onlar turibdi, tasbehlar turibdi, to'plar turibdi. Suvenir emasda, bu oladigan narsa emas. Atir-patir, bu ham suvenir emasda. Mana Xitoy narsalari. Kirib kelyapmiz, bittadan odam chiqyapti, kiryapti.
Gitler yo'sha gapirish. Siz aldandimmi deyman? Kelgan joyim-ku. Aylanib chiqib kiradigan joy yo'q. Kirish mumkin emasmikan? Yurib ko'raylik chetda, kiradigan joy topmadim. Bu yerdan desam, hech ochilmayapti. Hech kim indamayapti ham. Biz kirmoqchi bo'lgan joy bu, ayollar kiradigan joy ekan asli. Bu yerdan erkaklar kiradiyapti, lekin yopiq. Namoz payti ochiladi dedi. Ko'ramiz shu paytda. Masjid ochiq, endi ochiq. Bismillahirrohmanirrohim. Faqat musulmonlarga ekan. Kichkinagina bog' qilib qo'yibdi fontan bilan. Shu hammom shekilli tahorat qiladigan joy. Tepasi setka, bu yerda ko'rinmayapti. Setka qo'yib chiqdi. O'sha minora. Zo'r ko'rinar ekan kamerada. Biz betga betdan kirib shu yerga kirmoqchi edik. Bu minorani pasti. Qulf qo'yib qo'yishibdi. Hamma shetda ushlabdi kelib. Afsona biz ham ushlab ketdik. Mana yerda chiroyli qilishibdi. Faqatgina shu o'rtasida shunaqa ekan, mana bu taraflarda oddiy. Mana uni ham masjidda ustiga shu 3 tani qo'yishgan. Buni yaqinroq varianti mana bu yerda. Shunaqa. Hozir juma namozini o'qishlari kerak edi. Ham juda chiroyli. Arkasida boshqacha qolganlari otsildi. سنكتب ما يقول ونمنعه من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. Odam jumadan chiqyapti. Bularda boshqacharoq ekan. Jumada o'qishdan oldin ana bo'lar ekan, nima deydi? 1,5 soat adashmasam 1 soatdan oshdi, 1,5 soat. Hozir qo'shiq aytishdi. Bu menimcha surani Taha surasi bo'lsa kerak. Qo'shiq qilib aytishdi. Keyin bir yana 1,5 soatdan ortiq, balki 1 soat bilmadim. Payg'ambarimiz davrlaridagi bir voqeani nimadir aytib berdi, tushunmadim. Sal arab bilsa ham, haqiqiyda gapirsa ham boshqacha farq qilyapti. Lekin bu yerda men ko'rmadim. Ali Yunus masjidi qaysi? Faqat shu masjid bor, boshqa masjid yo'q. Menimcha shu yerda oldin masjid bo'lgan bo'lsa kerak, oldin. O'shani o'rniga qurilgan, ketganmi, yo'q, mana binomiki, bu binoda hech narsa yo'q. Shunaqa gaplar.